hamma kinolarga o'xshash bitta tarixiy joy qanaqadir muammoga kirib qoladida, unga motivatsionniy har xil emotsiyalardan o'tadi, ustida ishlaydi, boshqa narsada ishlab, boshqa narsani chet el kinolariga o'xshatib, ya'ni Netflix yana o'zini ishini qilgan, ya'ni o'sha odamga emotsiya berish, ya'ni qayta tiklanishini chiroyli ko'rsatib bergan. Sahnalarga keladigan bo'lsak, 3 xil jang sahnasini ko'rishingiz mumkin. John Wick'ga o'xshab qisqa, tez. Keyin ikkinchisi milliy kurash, ya'ni milliy jang san'atimiz, olib kelib urish, boshqa keyin Koreya san'ati ham, ya'ni bitta urib, sakrab urish, boshqa narsalarni ham qisman qo'shib ketishibdi. Bu klassda chiqqan, chotki chiqqan, prosta chiqqanga yarasha o'sha boyagi montaj emas, bu yerda olinish, kamera bilan ishlash sal rasvo